Assalomu alaykum. Kuzatuvchilar, Xudo xolasa bugun 12 noyabr. Biza Xudo xolasa yana ertangi ustanobga bo'ladigan kotyollarimizni geç osamina bitirib, kraskalarni urib tayyorlab qo'ydik. Xudo xolasa ertang bir yandan gazik ustanobga bo'ladi. Xudo xolasa. Mana garajasini lislaridan kesib tayyorlab qo'ydik. Xudo xolasa yana kraskasi ham çok ko'rib, ayna olib chiqdi. Xudo xolasa geç osamina hareketimiz neredeyse zakaslarımızın vaxtında yetirib berildi. Esa murojaat etaverasizlar, kemashiningdan sifatli ekonomik kotyollar kerak bo'lsa, gaz, ko'mir, xohlagan variantingizda ishlab beraveramiz. Xudo xolasa. Bular ham start turibdi hammasi.